Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Qani bolajonlar, nega hech kimni masxara qilmaslik kerak? Chunki bu odamning qalbini og'ritadi. Nega ota-onamiz bergan vazifani vaqtida bajarish kerak? Chunki bu ularga hurmatimizni ko'rsatadi. Qani, kim aytadi? Nega kattalarga joy berish yaxshi ish? Chunki bu odob va mehr belgisidir. Nega ortiqcha ovqatni isrof qilmaslik kerak? Chunki isrof yomon odat. Qani bolajonlar, nega uyda ham, maktabda ham rost gapirish muhim? Chunki rost gapirgan odamga ishonishadi. Nega biror narsani olishdan oldin ruxsat so'rash kerak? Chunki bu odob va hurmat belgisi. Qani, kim aytadi? Nega o'zbekona salomlashish chiroyli? Chunki salomlashish mehr va samimiyat keltiradi. Nega yomon so'z ishlatmaslik kerak? Chunki yaxshi so'z yurakni quvontiradi. Qani bolajonlar, nega o'qituvchining gapiga quloq solish kerak? Chunki u bizga bilim beradi. Nega vaqtda uxlash kerak? Chunki yaxshi uyqu sog'lig'imizni mustahkamlaydi. Qani bolajonlar, nega bog'da daraxtlarga zarar yetkazmaslik kerak? Chunki ular ham tirik va foydali. Nega kichik ukamiz yoki singlimizga yordam berish kerak? Chunki oilada mehr-muhabbat shunday kuchayadi. Qani, kim aytadi? Nega tartib bilan gaplashish kerak? Chunki tartibli gap odamni tinglashga oson qiladi. Nega maktabga toza kiyimda borish muhim? Chunki bu tartib va ozodalikka o'rgatadi. Qani bolajonlar, nega do'stimizni himoya qilish kerak? Chunki do'stlik sadoqat talab qiladi. Nega o'z narsamizni boshqalar bilan bo'lishish yaxshi? Chunki bu mehr va saxovatdir. Qani, kim aytadi? Nega kattalar gaplashayotganda so'zlarini bo'lmaslik kerak? Chunki bu odobli bo'lish belgisi. Nega to'g'ri ovqatlanish kerak? Chunki sog'lom bo'lishimiz uchun. Qani bolajonlar, nega yangi joylarga borganda hurmat bilan yurish kerak? Chunki bu o'sha joyning odobini saqlashdir. Nega yaxshi do'st tanlash muhim? Chunki do'stimiz bizni ham yaxshilikka yetaklashi kerak. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.